Men hech ochmaganman, ochmayman ham dedi. Orqada nima bor dedi. Orqada ko'p narsa bor dedi. Aka hazillashmang, orqani oching, qonun nuqtai nazaridan talab qilaman. Men erkaklik g'ururim rad qilaman dedim. Hech qachon ochmaganman, ochmayman ham dedim. Ochmasangiz kalitni olib o'zim tiqaman dedi. Men aytdim, "Mana tiqasan, kaliting tushmaydi, zamok spes zakas" dedim. Orqada nima bor dedi. Orqada mayiz bor dedim. Qanaqa mayiz edi? Cho'pi bor desam, birdan jahli chiqib ketdi. "Bu yoqqa yuring" dedi. "Hozir men sizni olib tiqib qo'yaman" dedi. "Aka o'zi zo'rg'a chiqib kelganman" dedim. Hali o'tirganmisiz" dedi. "Siz o'tirmaganmisiz" dedim. "Hammamiz o'tirganmiz 9 oy" dedim. Desam bir zamon qarasam, narida komandirga "Dey, assalomu alaykum" desam, "Yo, Mo'ttivoy, nima bo'ldi" dedi. Men aytdim, "Mana xodimlaringiz tiqib qo'yaman" dedim. "Tiqolmaydi" dedi. "Tiqolmaydi" dedi. "Biz turganda unga yo'l bo'lsin" dedi. "Nima bo'ldi" dedi. Men aytdim, "Mashinani tekshirib kelib orqani keldi. Oching" dedi. "Ochmayman" dedim. "Nima bor" dedi. "Ko'p narsa bor" dedim. "Nima bor" dedi. "Mayiz bor" dedim. "Shunga shuna qil" desam, "Jon nozik joyda olibsiz" dedi. "Nega" desam, "Bu kishining laqabi mayiz" dedi. Endi hozirgi bolalarni aytib o'tdim. Hozirgi bolalar shu sir bolalar. Kinolarni ko'radi, karate, haligi Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee o'g'ilcham aytadi. "Ada" deydi. "Andisam men" deydi, "Gerakl bo'laman, Bruce Lee, Van Damme, Jackie Chan bo'laman" deydi. Bu yoqqa dedim, she'r yozib berdim. "Men Gerakl bo'laman, Sheralining o'g'liman, Bruce Lee nima bizga nima Van Damme, hammasidan zo'r dadam" dedim. "O'g'lim, dadang yaxshi ko'r" dedim. "Men o'zim ham aka yomon odamman, bilasizmi kimman men? Sherali. Tug'ma. Chet elda Bruce Lee, O'zbekistonda Sherali. Yomonman men. Bitta o'zim 25-30 ta bolamdan ush o'qib ketaman. Bir kun bir to'yda gapirib tursam, bolalarga aytaman, "To'y bratanlar, lishni diviziyani bo'lmasin, shu bilan shug'ullanganman. 25-30 tanga ush o'qib ketaman, ishonmasang to'ydan keyin kutur" dedim. To'yda gapirib chiqsam 25 bola kuturibdi. Chiqishim bilan chaqirib qoldi. "O, bratuh, bu yoqqa" dedi. Bordim. "Sen gapingga отвечать qilasanmi" dedi. "Bir balo qilaman" dedim. "Bir balo qilaman, mana 25 ta bola ush o'qing" dedi. Qo'rqadi deb o'yladi. "Shepingim" dedim. "Men" dedi. "Urishasan" dedim. "Ha" dedi. "5 metr nariga qo'y" dedim. "Sana urishasan" dedi. 10 metr nariga qo'y dedim. "Sana 15 metr, 25 ta bolani hammasini o'tkazdim. Oxirgi tez qoldi. Urishasan" dedi. "Ha" dedi. 30 metr nariga qo'y. "Sana o'zing 40 metr nariga qo'y. Endi enangni tutib bo'lsan" deb bir qochdim. Ular qimlayman deguncha men uyda bo'ldim. Uyda ham yomonman men. Shunda uyga kirsam, Lippoy tarakamani ko'rib, iniga kirib ketib qoladi. Xotindan ham qo'rqmayman. Uxlaganda. Mana hali kech uxlayotsak, yarim kech qolib keldingiz kelib qoldi. "Adasasi turing, ish taqlayapti" dedi. "Nima qilib taqlasa" dedim. "Bor" dedim, "Qo'rqma" dedim. "Men borman" dedim. Boshimga ko'rpan tortib. Desam, yarim kechqurun bo'lsa, ayol kishi bo'lsam, qanaqa ochaman? "Bor" dedim, "Qo'rqma" dedim. "O'zim borman" dedim. "Orqangda turaman, u bo'lsa uraman" dedim. Desam, eshik yo'l qaltir qanaqa ochaman? Ayol kishi bo'lsam, yarim kechqurun bo'lsa, buni ustiga 2 qat bo'lsam, "O, 2 qat bo'lib sen qo'rqasan-ku, 1 qat bo'lib men qo'rqmaymanmi" dedim. "Men yomonman. Yomonman, kulmasan ey. Mana bir kuni restoranda o'tirdik. Bir to'yda o'rtoqlar bilan o'tirdik, bittasi kirib keldi. "Mana kim Hasan" dedi. "Agar kim Hasan" dedi. "Agar hozir Hasanman demasalaring" dedi. "Hasanman deb hech kim aytmasa" dedi, "hammang o'lasan" dedi. Shart o'rnidan turib, "Men Hasanman" dedim. Ko'zimni ochsam reanimatsiyada yotibman. Yonimdagi o'rtoqlarim, "Sherali, nega unaqa deding?" Men aytdim, "Qo'rqma, boblab aldadim" dedim. Mana shu beg'ubor kulgular sizlarga yor bo'lsin. Qalblaring hamisha ilohiy nurlar bilan purnur va munavvar bo'lsin. Mana shu jonajon yurtimiz tinch bo'lsin. Elimizda hamisha bayram bo'lsin. Yaxshi kun bo'lsin. Yaxshiliklar sizlarga hamisha yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat onajon. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Rahmat. Yo, o'tiringlar, kelinglar. Xo'p, endi navbatda yana qo'shiqqa beramiz. Mana bu yerda ustoz san'atkorimiz, hozir tanishtirib o'tdim, hammalaring yaxshi bilasizlar. Shu Olmaxon opamni shogirdlaridan, shu ustozlarning davomchisi bo'lib, bugun mana shu sahnaga ilk qadamlarini qo'yayotgan ajoyib san'atkor, yosh san'atkor singlimiz. Mana shu muqaddas sahnaga qancha ustozlarimiz chiqqan mana shu sahnaga ilk qadamlarini qo'yayotgan singlimizga oq yo'l tilaymiz va sahnaga sizlarni chiroyli olqishlaring bilan kutib olamiz. Mehribonu, marhamat. Estradamiz xonandasi Mehribonu, marhamat. Oh.
Yuragi chataq erkaklar ehtiyot bo'linglar. Validol palidol bo'lsa ichib olinglar. Qarang, bunday qizni ko'rgandan keyin mana men degan erkakning yuragi ham bir 4 marta dub-dub qilib qarang. Ana, ey, sizni dunyoga keltirgan ota-onangizga rahmat. Kechadan buyon tushimga kiradi shu qiz. Yomon zo'r ashula aytadi. Ashulasidan ham o'zi zo'r, qarang. Ikkita yigit bulbul, bu o'zi bitta gul. Ham gul bo'lib bulbul, qarang. Shu tug'ma qo'shiq aytadi. Tug'ilgandan aytadi. Xudo xolasa endi to o'lguncha aytadi. U yoqda ham Xudo xolasa u yoqqa mosini aytadi. Mana. Ana. Obering. Qani ayib polvon? Ana. Ha, ayib polvon tayyor ekan, mana. Mana, bering, ustozga bering, ana. Olqishlar bo'lsin azizlar, olqishlar bo'lsin. Ana. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yurtimizda har kun shunaqa chiroyli bayramlar bo'lsin. Rahmat. Yana bir bora bayramlar muborak bo'lsin. Qani hammamiz birgalikda o'ynaymiz. Marhamat, chiroyli qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
Baraka topinglar, rahmat. Mehribonu gullar termoqda. Dasturimiz davom etadi. Mehribonu, salomat bo'ling. Ha, shunisi menga yetadi. Yetadi, rahmat. Ana, mana qarang, guldan gulni olsak qanday bo'lar ekan? O'zingiz gulsiz, yana gul berdingiz. Mayli, rahmat. Rahmat, yurakdan bo'lsa olamiz. Marhamat, Mehribonu. Keling qizim, keling. Voy ana, opaga, olib boring. Ha, mayli, menga, mayli. Bo'pti, xo'p. Bola bechora hayron, qayerga keldim deb. Bolani majburlashganda gul berasan deb. Bola qo'rqib o'tiribdi. Qo'rqitib nima qilasizlar? Jim bolam, jim, qo'rqma. Bunga o'xshagan bir kichkina bola ko'chaga chiqib olib tanga o'ynab turgan ekan. Tangani tangaga urib tursa, ko'chadan bir badnafs odam o'tib ketayotgan ekan. Qarasa, yosh bola tanga o'ynab turibdi. Kelib turib, "O'g'lim, nima o'ynayapsiz?" desa, "Tanga o'ynayapman." "Voy, tangangdan akangga aylansin, qani menga berchi" deb unda olib qarasa, haligi tanga tilla. "O, tangang zo'r ekan, o'g'lim. Men senga 25 so'mlik katta tanga beraman. Sen buni menga ber." Desa, "Bermayman." "Nega bermaysan?" desa, "Bitta shartim bor." "Qanaqa sharting bor?" "Avval bitta i'oding, keyin beraman." "Yo, muttaham, otang tengi odam bo'lsam, shaharda o'sgan bo'lsam, u jonivorni ko'rmagan bo'lsam, qanaqa senga i'odiyman?" "I'od desangiz beraman, bo'lmasa bermayman." Tillarni ko'rgandan keyin i'od ish yo'lida tursin, kerak bo'lsa vovo deyveradi. U yoqqa qarasa, mahallada hech kim yo'q, bo'pti. Bitta i'od deyman, boshqa i'od demayman deb alin qarab sekin, "I'od, qani endi ber?" desa, "Bermayman." "Voy muttaham, nega bermaysan?" desa, "Yana bitta i'oding, keyin beraman." "Bo'pti, oxirgi marta" deb alin qarab sekin, "I'od, qani endi ber?" desa, "Bermayman." "Voy muttaham, nega bermaysan?" "I'od deding, yo dedim. Yana bitta i'od deding, yana bitta i'od dedim. Nega bermaysan muttaham?" deb bola qulog'i bilan ta'sir, "Nega bermaysan?" desa, "Nega berarkanman? Tilla bilan tangani farqiga eshak borganda men bormaymanmi?" deb. Bolalarimiz zo'r. Tillani ham, tangani ham, akani ham, yangani ham farqiga boradi. Bolalarimiz omon bo'lsin. Erkinjon, zavqing, shashting baland. Nima istaysan, ayt. Bu zo'r zavq bilan kelyapti. Ayt ukajon, ayt. Ya, bo'lmasa men nuqul meniki olib ketaveradi. Mikrofonim ushla. Men bir qo'shiq aytib bersam dedim. Hincha qo'shiq, ha? Ha, bo'ladi. Jo'shib turibman, bir. Hay qarab, bitta hincha qo'shgan bo'lib turibdi. Ayt uka, ayt. Shohruxxonning qo'shig'ini aytib ber. E'lon qiling, Sherali aka, e'lon qiling. E'lon qilaymi? E'lon qiling. Do'stlar, hozir sahnaga ajoyib hind aktyori va qo'shiqchi Shohruxxonni taklif qilamiz. Marhamat. Bu yoq kajil bo'lib tursin. Nima bo'lsin? Kajil. Xachir? Yo'q. Ey, Kajil. Kajir, aha, kajir. Sal o'ylab gapiring, bizni figura qizga tushmaydi. May qara. Ey, akanni qil, zavqini so'ndirma. Qiz bolaga o'xshab nozlanib tursa, nozlanadi. ilhom keladi-da. Bir ilhomini chiroyli chiqadi. Qani, nozlanib, ibo hayo bilan qani. O'zi may qaray. O'zi tayyor ekansan-ku. Yana noz qilib balo qilib, balo bo'lmi nozga? Sizga shogird bo'lgandan beri shunaqa bo'lib qoldim. Ketdik. Bilasizmi nimaga o'xshadi bu? Bu kajilga o'xshamadi. Kajildek inasiga o'xshadi. Siz ham ko'p xursand bo'lavermang. Enasiga o'xshasa ham o'xshayversin. Bo'l, boshla. Boshlaymiz. Ketdik. Diqqat, chalg'imaylik qani. Tujhe dekha to'y jana sanam. तरहता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बाहों में मर जाए हम Xafa bo'lmang-ku, Hindistonda sizga o'xshagan sovuq urgan erkak yo'q. Bu yerda bizga o'xshagan qorachadan kelgan qarsillama erkaklar bo'ladi. O'zi hindlarga o'xshaysiz.
Ay qara, o'zing bo'lmasa Shohruxxon bo'l. Shohruxxon bo'l. Bering. Sochingizni bunday qiling qani. Bo'l, bering. Shunday qilib o'xsharmikin qani. Qani? Demak, men Shohruxxon, siz Kajil. Nima bo'la bo'lgan? Bu sahr bo'lib ozib ketganmi? Nima bo'lgan? Ey, Yo'q qopdi-yu. Bu-chi, chisti kajir. Haqiqiy kajir bu o'xshaydi. Zamonaviy qizda bu. Yo'q, zamonaviy qizlar bilasanmi? Faqat ko'kat yeydi. Bo'ldi. Kashtish yegani uchun kajir bo'lib qolgan bu. Bo'ldi. Bo'l. Demak, kajil. Boshla. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए Voblading. Lekin qoyil. Men bildim, bu zavqingdan sen bunday narsani ijro etishingni. Qoyil. Otangga rahmat. Erkinjon Juliyev, Doniyor Hasanov. Rahmat. Qoyil. Mana shu. Baraka toping. Erkinjon, ayiqchani oling. Ana, va baraka toping. Rahmat sizlarga mana. Ana. Adashmanglar. Bir-birlaringni adashtirib tan. Mana shu gulni, mana shuni ham oling. Mana shu yerda bizni hurmatli ustozimiz o'tiribdilar. O'zbek fani ilmiga munosib hissa qo'shib kelayotgan bizni hurmatli ustozimiz, filologiya fanlari doktori professor Najmiddin Komilov o'tiribdilar. Mana shu ustozga shu gullarni taqdim etamiz. Marhamat. Aziz vaqtlarni ayamay kelgan barcha shu tomoshabinlarimizga, siz azizlarga minnatdorchilik bildirgan holda biz yana sizlarni hammalaringni ko'ngillaringni xushnud etib bir chiroyli qo'shiq bilan bugungi dasturimizga nihoyasiga yetkazamiz. Demak, bizni o'zbek milliy qo'shiqlarimizdan Lazgi hammani o'yinga taklif qilamiz. Sizlarni ham o'yinga taklif qilamiz. Marhamat, yana sahnaga Mehribonuni taklif qilamiz. Marhamat, Mehribonu. Marhamat. Sizlarni ham o'yinga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Qani? Marhamat.
Mehribonu, yana bir bor hammalaringga ulug' bayram muborak bo'lsin. Jonajon yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha har bir xonadonda mana shunday xursandchilik, yaxshi kunlar bo'lsin. Bugungi konsertimizda ishtirok etgan barcha san'atkorlarimizni sahnaga taklif etamiz. O'zbek Navo estrada birlashmasiga, Turkiston saroyi rahbariyatiga va bizni O'zbekiston Milliy televideniya kompaniyasiga, biz bilan hamkor bo'lgan barchaga, siz aziz muxlislarga, hammalaringga minnatdorchilik bildiramiz. Iloyo O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Yurtimizda hamisha mana shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishish hammamizga nasib etsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Qalblaring hamisha Allohning ilohiy nurlari bilan purnur va munavvar bo'lsin. Azizlar ruhi yor bo'lsin. Xayr, salomat bo'linglar.